Nima deb o'ylaysiz? Germaniyada eng muhim hujjatlar qaysilari o'zi? Xo'p, shu savolni ko'pchilik beradi. Nima edi bu? Nima edi bu? Voy, kartalar topib oldim, qarang. Wow, cheklanmagan Aufenthaltstitel Niderlassung. Bu cheklanmagan ID Germaniyada, nafaqat Germaniyada, balki Yevropada yashash huquqini beradi. Ajoyib. Wow. Sug'urta, tibbiyot sug'urtasi. Ajoyib. Keyingisi Sparkassani ID kartasi, bu bank karta raqami. Faqat Sparkassa bo'lish shart emas ekanda, muhim. Mana bu nima? Führerschein deyapti. Führerschein nemis pravasi, ya'ni haydovchilik guvohnomasi. Muhim hujjatlardan hisoblanadi. Shu zo'r. Omadim bor ekan, mana shu 4 ta hujjat topib oldim. Endi agar mana shu 4 ta hujjat bilan men Germaniyada o'zim bemalol erkin xohlagan joyimda bitta nemis qatori teng huquqli hisoblayman. Chunki menda nima bor? Aufenthaltstitel bor. Xuddi shunday. Hattoki cheklanmagan. Cheklanmagan. Ikkinchisi sug'urta majburiy. Uchinchisi bank karta raqami yo bank karta. To'rtinchisi haydovchilik guvohnomasi, nemetskiy haydovchilik guvohnomasi. Zo'r. Agar siz ham Germaniyaga kelib mana shu hujjatlarni topib olmoqchi bo'lsangiz, aylanib yurishingiz kerak. Omadingizga balki topib olasiz. Agar mana shularning bittasi bo'lmasa, qaysidir tana a'zoyingiz xuddi yo'qdek tuyuladi. Shuni eshitganmisiz, prikollar bor. Shu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi degan. Xuddi shunday. Reklamaga ochiqmiz. Xuddi shunaqa.